Assalomu alaykum do'stlar, bizning YouTube darslarimizga xush kelibsiz va bizning birinchi darsimiz robot mexanikasi haqida bo'lib o'tadi. Va bundan oldin biz sizga o'z jamoamizni tanishtirmoqchiman. Komandamizning ismi Reckless va O'zbekiston va boshqa xalqaro musobaqalarga qatnashib 3 yillik tajribamiz bor. Siz FTC musobaqasiga robot taxlamoqchi bo'lsangiz, ikkita katta naborlardan birini ishlatsangiz bo'ladi, Rev yoki GoBuilda. Buning afzalliklarini hozir aytib o'taman. Hozir birinchi bo'lib Rev haqida gaplashamiz. Rev beginnerlar uchun juda ham qulay kit deb o'ylayman, chunki siz o'z xatolaringizni tez bartaraf qila bilasiz va har xil naborlarni kesish yoki montajga o'xshagan ishlar kerak emas. Va yana bir Revning yana bir afzallik tomonlari shundaki, siz internetdan juda ham ko'p ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi, GoBuildaga qaraganda. Hammamiz bilamizki, robot taxlash uchun eng asosiy narsalardan biri bu base bo'ladi. Robot yurishi uchun balon, motor kerak bo'ladi. Davayt hozir shu haqida gaplashib o'tamiz. Agar siz oddiy base taxlamoqchi bo'lsangiz, sizga oddiygina ikkita motor va 4 ta yoki 6 ta balon kerak bo'ladi. Siz motorni kuchini balonlarga yetkazib berish uchun uni to'g'ridan to'g'ri ursangiz bo'ladi, yo bo'lmasa zanjirdan foydalansangiz bo'ladi, yo ayrim hollarda shestryonka qo'ysangiz bo'ladi. Va base'imizni birinchi protsessi bu albatta motorni profilga ulash va keyin o'zingizning xohishingizga qarab balonlarni ulashingiz. Davayt hozir qanday qilib base'ni yurg'izishni bo'yicha gaplashib o'tamiz. Base'ni oldinga harakatlantirish uchun ikkita taraf ham oldinga aylanishi kerak. Agar orqa tarafga yurg'izmoqchi bo'lsangiz, albatta ikkita motor ham orqaga qarashi kerak. Agar siz chap va o'ngga qaratirmoqchi bo'lsangiz, o'zini usullari bor. Masalan, o'ng tarafga qayrilishi uchun o'ng taraf orqaga va chap taraf oldinga yurishi kerak. Agar siz robotni base'ini chapga qaratmoqchi bo'lsangiz, o'ng taraf oldinga va chap taraf orqaga yurishi kerak. Va agar siz bu jarayonlarni xatosiz taxlasangiz, sizda shunaqa base paydo bo'lishi kerak. Va shu bilan tamom. Bugungi darsimiz shu robotni base haqida bo'lib o'tdi va bizni kanalimizni kuzatib boring va bundan keyin bundan ham qiziqroq darslarni o'tishga harakat qilamiz va sog' bo'ling.